Shifo aslida sizning ichingizdadir. Har bir inson shifoni tashqaridan izlaydi. Eng avvalo doktorlarga, shifokorlarga murojaat qilishadi. Undan so'ng tabiblarga murojaat qilishlari mumkin, sanatoriyalarga borishi mumkin, chet ellarga borib turli xil operatsiyalar qilishlari va mashhur doktorlarga, professorlarga murojaat qilishlari mumkin. Bundan tashqari psixologlar, psixoterapevtlar, regressologlar va turli xil mutaxassislarga borib inson shifo izlaydi. U nafaqat o'zini tanasi uchun shifo izlaydi, balkim qalbi uchun, yuragi uchun, xotirjamligi uchun atrofdan, tashqaridan shifo izlaydi. Bularning hammasi albatta judayam to'g'ri, judayam kerak bo'lgan amallardir. Albatta bu amallarni bajarish, mutaxassislardan maslahat olish judayam yaxshi yordam beradi, judayam katta yordam beradi va men ham buning tarafdoriman. Lekin mana shu mutaxassislar bilan birgalikda siz faoliyat olib borishingiz kerak bo'lgan, ya'ni eng buyuk, eng dono, eng aqlli mutaxassis bor. Bu mutaxassisning yordamisiz siz hech narsa qila olmaysiz. Bu mutaxassis bilganchalik sizni shifokorlar, tabiblar bilmaydi. Ha, bu mutaxassis sizsiz. Siz o'zingiz uchun eng katta ustozsiz. Siz o'zingiz uchun eng katta shifokorsiz. Siz o'zingiz uchun eng katta psixolog, psixoterapevt, regressolog va boshqa mutaxassislarni hammasini yig'indisi, jamlanmasi aynan sizsiz. Chunki sizni o'zingizchalik hech kim yaxshi bilmaydi. Siz bolalikdan boshlab kechirgan har bir kunlaringizdan faqat o'zingiz xabardorsiz. Siz bolalikdan boshlab boshdan kechirgan har xil qiyinchiliklar, stresslar, travmalar faqat o'zingizga ayon. Hech qaysi mutaxassis bu yashab o'tgan voqealaringizni sizni o'rningizga yashab ko'rmagan. Siz yashab o'tgan, siz o'ylagan o'y-hayollaringizni sizni o'rningizga o'ylab ko'rmagan. Hech qaysi mutaxassis siz his qilgan qalb og'riqlarini his qilib ko'rmagan. Siz qo'rqqan qo'rquvlarni his qilib ko'rmagan. Siz xafa bo'lgan xafagarchiliklarni his qilib ko'rmagan. Ha, bularni faqatgina siz his qilib o'tgansiz. Siz bu yo'lni bosib o'tgansiz. Umr daftari deb atalgan yo'lni, ya'ni sizning o'zingizning umr yo'llaringizni faqat o'zingiz bosib o'tgansiz. Shuning uchun ham har qanday psixolog bilan, har qanday shifokor bilan, har qanday valiolog, sog'lom turmush tarzi targ'ib qiluvchi inson bilan ishlagan paytingizda hamkorlikda o'zingiz bilan ham birgalikda ishlashingiz kerak bo'ladi. Va bizning kanalimiz mana shu yo'lda sizga yordam beradi inshaalloh. Ya'ni bu kanal orqali siz o'zingizni sevishni, o'zingizni xato qilib qo'ygan paytlaringizda qo'llab-quvvatlashni, o'zingizni kechirishni, yaqinlaringizni kechirishni, qo'rquvlardan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Negativ o'y-xayollardan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Har qanday tushkun vaziyatlarda, og'ir holatlarda daldani, yordamni atrofdan emas, ota-onangizdan, turmush o'rtog'ingizdan, farzandlaringizdan emas, aynan o'zingizdan yordam olishingizga yordam beradi. Bu kanal xuddiki sizni bir do'stingiz bo'lib qolishini istardim. Qachonki kayfiyatingiz ozgina bo'lsa-da tushkun bo'lib qolgan paytda, xayollarga, o'ylarga tolgan paytingizda, umuman kerak bo'lsa har kuni. Chunki bir kunda ham biz bir necha xil holatlarda bo'lamiz. Har doim ham kayfiyatimiz birdek a'lo darajada zo'r bo'lavermaydi. Va kun davomida agar siz o'zingizga energiya, motivatsiya yetishmayotganini his qilganingizda mana shu kanalga murojaat etishingiz va bu yerda sizga berilgan foydali audiolarni eshitib
qalbingiz orom olishi, taskin topishi, o'zingizga o'zingiz yordam berishingiz, o'zingizni o'zingiz qo'llab-quvvatlashingiz uchun kerakli bo'lgan texnikalar, kerakli bo'lgan motivatsion so'zlarni, kerakli bo'lgan audiolarni joylab boramiz inshaalloh. Bu xayrli ishimizda sizni duoyingizga, qo'llab-quvvatlashingizga juda ham muhtojmiz va sizdan umid qilamizki, bizni haqqimizga duo qilishingizni. Kanalimizga xush kelibsiz azizlarim. Sizlarni bir mehriboningiz, bir qalbingizning do'sti, yuragingizning ishonchli, sevimli bir bo'lakchasiga aylanishdan umidvor bo'lib, hurmat bilan Sarafiroz